Shu boyagi simni yechib olaman zamok orqasi. Erib ketgan, yongan joylar hammasi ochib qilyapti. Oldin pul qo'yilgan bu mashinaga o'sha simni zamekat qilib qo'ygan, farani simni zamekat qilgan. Asosiy servisni zamekan deydi mashina orqasida bo'lgan. Yani yig'ib hammasini akkuratni qilib, ancha ishini qilib qo'ydik, xudo xolisa. Ishlab bo'lyapti, aka, videolarni kuzatib boring, bitayotgan holatlarni qo'yib boraman. Ancha ish qildik lekin bugun. Mana o'ynatsak o'tganimizda ham salonning ichidan chiqib keta olmaymiz hali bor mana. Ishlab bo'lyapti, aka, mana hammasi akkuratni, sifatli qilib qilyapti. Mana maytofonni orqasida ishda ekanlar, ko'rishingiz mumkin mana. Televizor orqasida ishda ekanlar mana. Dona mana pechkalarniki mana dona turibdi mana. Hammasini akkuratni qilib, sifatli qilib qilyapti. Odamga pul to'laymiz, ochib o'tirgan joyga. Videolarni kuzatib boringlar, bitayotgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Xudo xolisa ishlarimiz ponni sifatli bo'lyapti. Ishlab bo'lyapti. Mana bloklarni hammasini izolyatsiya qilib, ham joylaymiz blokni hamga. O'zi kelganda pastda osilayotgan edi bloklar. Mana soatlarniki mana orqa shtekerlari, maytofonlarniki mana. Hammasi akkuratli bo'lyapti. Kompyuterimiz mana. Bo'tlarda ham orqasini kesib bilmayman, nima tashagan hamma yog'ini kesib tashashganda qiladi. To'g'rilaymiz, xudo xolisa o'zini qilamiz. Kompyuter simi qimmatda, uni o'zini to'g'rilaymiz. Salonni ichidagi simni ham o'zini to'g'rilaymiz. Plus kapotning ichiga yangi sim olamiz, boshqa sim qo'yamiz. Boshqa iloji yo'q. Chunki erib ketgan ko'p. O'zini qilsa bo'ladiganini o'zini qilib beraman, bo'lmaydiganini boshqa olamiz. Simimiz tayyor bo'ldi. Mana akkumulyator simi o'ng tarafi, mana chap taraf simimiz, parallel ketgan simimiz, mana asosiy simimiz, kompyuter simi mana. Kelgan holati bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa akkuratni, sifatli qilib o'zini simini to'g'rilab beramiz. Videolarimiz yoqib o'tgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Tezda yaqin Jiguli haydaydigan, retro haydaydigan okalarga jo'natib qo'yinglar. Hozir xudo xolisa bilan hammasini olib, ustidan o'tgani boshlaymiz yig'ish. Videolarni kuzatib boringlar, bitayotgan holatlarni qo'yamiz. Eski holati bilan hozirgi holatini ko'rib olinglar. To'g'ri eshitibsizlar, tekinga yuvib beramiz. Ponni full variantda remont qildirsanglar, motori bilan ustini tekinga yuvib beramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor okalarga jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.